Mashina 10 tonna ekan. Shopir aka aytdilarki, gazabloyi chachilib ketadi hozir dedilar. Chachilib ketsa men javob beraman. Qo'rqmay yuklavering dedim. Mana 10 tonna yuk, undan tashqari mana shu yuklarni gazabloyga hozir hamma kuch shunga tushib turibdi. Ko'tarib qo'yilgan hozir mashina. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana hamma gazabloylarini og'zaki maqtayotgan bir paytda biz shunaqa og'ir mashinani tagiga qo'yib sinab beryapmiz. Mana hali qurib ulgurmagan hatto bu gazabloyimiz. Bitta mashinamiz tonnasi 10 tonna 500 kilo ekan bu. Mana shu mashina kelgan, yuklayapti. Mana shu holatda tagiga mana gazabloy qo'ydik, oyog'ini tagiga. Ate sinov uchun qo'ydik buni. Ko'ribsizlar, mana chochilib ketgan yo'q. Agar sifati yaxshi bo'lmaganda, yuk ko'tara olmaganda bu hozir chochilib ketgan bo'lardi. Realni holatda mana ko'ribsizlar. 10 tonna mashinamiz, endi 10 tonna yuk tushgan yo'q. Chunki bu tomonida ham bitta oyog'i bor buni, turalib turgan. Mana shunaqa. Bu hozir ko'pchilik biladi, ko'tarib o'zini mashina o'zini yukini shu oyoqqa tushirib turibdi. Balonlari unaqa kuch kelgan yo'q. Mashina o'zi ancha pastroqda edi, ko'tarib olgan o'zini. Hozir Shopir akamizdan iltimos qildik, men shu YouTube'da ko'rsatib bering yuk ko'tarishini. Bu oldin ham ustiga ekskavatorlar chiqarganmiz, ko'targan. San mashina og'ir, ishingizni pachaq qilib dedilar. Siz qo'yavering dedim. U yog'iga men javob beraman dedim. Mana olib keldilar. Hozir bitta manipulyatorda ish yuklash jarayonlari bo'lyapti o'zi. Mana ko'rib turibsizlar. Yukladik. Ishimiz holati mana hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Ustiga taxta qo'yib olganimiz sababi bu yuklama bir xilda hamma yo'g'iga tushunib, ustiga taxta qo'ydikda, shu hozir mana bu yerda yangi tayyor gazabloyimiz shuni ustiga qo'ydik. Hali bu qurib ulgurgan yo'q. Yangi gazabloy ozgina o'zi nimjon bo'ladi aslida. Shunda ham bemalol yukini ko'tarib turibdi. Mana hozir yana yuk ko'taradi. Ko'rasizlar hozir. Mana yoqdan bitta paddonda yuk ko'taryapti. Mana ba'da yana qolgan gazabloylarimiz. Mana yuk ko'taryapti. Normalnik yuk tushyapti hozir bitta gazabloyda o'ziga. Siz kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, akalar, klass bosinglar va kanalimizga kirsalaring, bundan ham zo'r eksperimentlar bor. Gazabloyda yaxshisini qanaqasini tanlash kerak deganlarga ishonchliklari mana bunaqa sharchalari bo'ladi. Shular mayin bir xilda quyilgan mana. Bular bemalol samarangiz qotirsa bo'ladi. Mana bunaqa joyidan ko'rsatsam, ichini ko'ryapsizlar, shu g'ovaychalari juda ham mayin bo'lishi kerak. Shunda sifati zo'r bo'ladi. Bizda shunaqasi bor. Mahsulotlarini o'sha eng sifatlisini, premium darajadagilarini ishlatiladi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana yoqda 1,5 tonnalik 1 tonnadan oshiq yuk ko'taryapti. Bu mashinaning o'zini yuki, undan tashqari buni yuklamasi bir dona gazabloyga tushib turibdi. Endi hamma og'zaki maniki yaxshi deydi, lekin mana oddiy sizlarga ko'rsatib beryapti. Shu holatda mana yorilib sinib ketgan bo'lishi kerak-da, agar sifat yaxshi bo'lmaganda. Ko'ryapsizlar, mana bemalol albatta yaxshigina yuk turibdi. Bu sinov abden quyilmagan, mana yangi ko'rib turibsizlar. Bunaqa hali qurib oqarmagan ham g'ish. Ate shunaqasidan oldim, sizlar ko'rib ishonchlaring uchun bitta yangi gazabloyda oldim. Mana holati. Men bo'ling, mana shu tomonga olyapti Shopir. Ancha yuk mana shu oyoqda o'ziga, mana shu gazabloyga tushyapti hozir, ancha-muncha yuklama. Ko'rib turibsizlar. Shu yuklanadi. Shundan ko'rib bilishlaring mumkin qanchalik darajada mahsulotlarimiz sifati yaxshiligini shetdan ko'rib bilsalaring bo'ladi, akalar. Yaxshisini olishni tavsiya beramiz. Bizni qatdan kuzatyapsiz. Vodiy bo'ylab xizmatlarimiz, yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan narxda bunaqa manipulyatorlardan oborib, birinchi etajni, ikkinchi etajni tushirib berish xizmatlarimiz ham bor. Krandan foydalanib yurmaysiz, bunda arzon tushadi. Mahsulot ko'rdilar, mana YouTube kanalimizga kirsalaring, yana ham boshqacha eksperimentlar qilganmiz. Qanaqasi yaxshi bo'ladi, sifatlarini ko'rsatganmiz. Hozir paddonda berib oryapmiz. Bu Quvasoyga ketyapti. Biz ishxonamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida akalar. Biz vodiy bo'ylab yetkazib beryapmiz. Andijonlardan, boshqa viloyatlardan ham kelib olib ketishyapti. Siz qatdan bo'lsangiz telefon qiling, yo'l kirani kelishamiz.
yaqinroq bo'lsangiz bepul qilib yetkazib beramiz. O'zingiz yo'q bo'lsangiz kartadan tushirib olasiz, yuzga olib borib tushirtirib berish xizmatlarimiz bor. Eng asosiysi mahsulotlarimiz sifati zo'r. Mana shunaqa eng full darajadagi stanoylarda quyiladi. Mana aqlli mengadigilar. Shunaqa stanoylarimiz eng zo'ridan, mana sementlar zavoddan to'g'ridan-to'g'ri bu bunkerimizga kelib tushadi. Shunaqa stanoylarning eng zo'rida quyiladi. Albatta, hech narsa ruchnoy emas. Addondagi holati shunaqa mana strechlangan holatda bo'ladi. Mana shunday holatda olasiz ruchnoy holatga yetkazib beramiz. Bemalol mana ishimiz bu tomondan ham ko'rib turibsizlar, sifatini yo'qotgani yo'q. Kala asosiysi ishonch. Ishonib, yaxshisini mana ko'rdilaring. Bugun ham masalan YouTube'imiz kanalimizga kiringlar, bundan ham yaxshi eksperimentlar qilganmiz, ko'rib telefon qilinglar, yana ham ma'lumotlarni tushuntiramiz. Yoqsa olasiz, yoqmasa ma'lumot olasiz xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosish, komment yozish esdan chiqmasin akalar. Yaxshi kunlarga ko'rishamiz.